Bismillah. Charchamay borib keldingizmi? Yaxshi keldingizmi, adasi? Rahmat, Xudoga shukr. Behisob shukr. Issiqqina yeb. Ber menga. Mana. Nega o'zingga ovqat qani, vilka qani, qoshiq qani? Voy, yo'q, men dietadaman. Menga dietologlar faqat salat bilan suv iching degan. Voy bechora xotinim, endi men yeyman, sen qarab o'tirasan, ertaga suqing kirib qornim og'rib yurmasin, ol, yegin. Yo'q, bemalol yeyavering. Men dieta qilaman, semirib ketaman deb hozir yesam. Lag'mon yemasang ham, mana anhorni kalbasalardan yegin. Yo'q, rahmat. O'zingiz semirib ketyapsan deb yotibsiz-ku, nima endi odam chalg'itasiz, yeyavering. Bismillah, o'zing bilasan lekin. Bismillah. Bay. Balki yersan. Yo'q, rahmat. O'zing bilasan. Anaqa rosa mazali ekanmi? Qaramas qinkiram. Ha? Suving to'kilib ketdi. Voy, Nima qilaysan, o'g'ri mushukka o'xshab? nima o'g'rim shu bo'laman? Salat yeb o'tiribman, nima qilibdi? Voy baraka topkur, sen menga boya, menga non yeyish mumkin emas, ovqat yeyish mumkin emas, kalbasa yeyish mumkin emas, go'sht mahsulotlari yeyish mumkin emas, diyetologlarim aytdi deganmiding? Mana salat-ku, mana salat yeyapman. Buni suv ichyapman, nima qilibdi voy? Xo'p, onasi, shuni boya men bilan o'tirib dasturxonda yesang bo'lmasmidi? Buni ichini qaragin, qazi, mayonez, kalbasa xil-xilidan. Bu semirmayman degan odamni ham semirtiradi-yu bu. Nima yemaymi shuni? Yemaymi? Qo'ysangchi, anhor baribir shirinda, nafsing chukullab bo'lmay ketyaptimi? He. Sizlar ham shunaqa diyeta qilasizlarmi? Men o'zimni sevaman, menga o'zim yoqadi. Endi menga baribir kim qanaqa boqadi.